Siz merosni ola olmaysiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otamdan qolgan merosni olmoqchi edim. Xo'p, hujjatlarni bering. Oilada nechta farzandsizlar? Onangiz, otangizning ota-onasi tirikmi? Oilada bitta farzandman. Onam, buvam va buvim ancha vaqt oldin vafot etishgan. Unday bo'lsa, tizimdan tekshirib ko'raman. Kechirasiz, ammo sizdan tashqari otangizni yana bir o'g'li bor ekan. Qanaqasiga? Axir otam faqat onam bilan qonuniy nikohda bo'lgan-ku. Farzandi faqat men edim-ku. Farzandlar qonuniy nikohda tug'ilgan yoki yo'qligidan qat'iy nazar, ular bir xil huquq va majburiyatlarga ega. Uni hech qachon ko'rmaganman. Akangizni toping. Ular o'z ulushini qabul qilishi yoki voz kechishi kerak. Aks holda Aks holda nima bo'ladi? siz merosni ola olmaysiz. Qayerda yashashini ham bilmayman. Qanday topaman? my.adliya.uz sayti yoki Adliya Plus ilovasiga kirasiz, shaxsiy kabinetga o'tib, mening oilam bo'limida oila a'zolaringiz ma'lumotlarini, surati va yashash joyini ko'rishingiz mumkin. Xo'jayin. Sizni so'rab kelishibdi. Kiraverishsinmi? Mayli, kiraverishsin.